Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilari, qadrli obunachilarimiz. Mana bugun biz yana navbatdagi oldayvon romlarimizni uстановкасini tugatib oldik. Bu xonadonimizga jami 6,5 metr. Mana darvozaxonadan kirish o'ng qo'l tomoni 3,5 metrlik rom o'rnatildi. Oldi tomoniga mana 3 metr. Bitta 1,5 metrga eshik. Bu tomoni 1,80 deraza. Jami 6,5 metr. Romimiz bo'ylari 2,70. Bu ishimizni Akfa'ni originaldan Zolotoy dupudan qilib berdik. İşimizni men sizlarni yaqindan tanishtirib o'taman. Mana qadrli kuzatuvchilar, xudo xolasa juda ham chiroyli holatda o'rnashtirildi. Jami bir dona qanot ochildi bu. Yonbosh tomonidan, oldi tarafdan ham bitta qanot ochildi. Eshiklarimizga keladigan bo'lsak, eshiklarimizni eni ham 1,5 metr. Qadrli kuzatuvchilar, mana xudo xolasa juda ham chiroyli holatda o'rnashtirildi. Ishlarimizni zamonlari ham xudo xolasa mana har doimgidek original. Ochilib yopilish mikroflari ham go'zal holatda. Bu ishlarimizni ichki tomonlari ichki tomonlari ham, zazovlari ham xudo xolasa juda ham chiroyli holatda. Nomimiz ruchkalari ham original. O'zini sho'mashlarimiz ham mana original pechatlari joyida. Hamma yo'q xudo xolasa ochilib yopilishlari go'zal holatda. Bu ishimizni narxiga keladigan bo'lsak, qadrli kuzatuvchilarimiz, kvadratini 600 ming so'mdan olib kelib o'rnatib berdik. Oynalari 1 qavat yodiviy oyna. Ustunlarni ham mana har doimgidek chiroyli qilib alkofollar bilan o'rab berdik. Kvadrati 600 ming so'mdan, общий narxi 10 million so'mga to'g'ri keldi. 10 million so'mga dastavka, o'rnatish xizmati ham yo'q ichida to'g'ri keldi. Kanalda yangilar, kanalga obuna bo'linglar. Bizning telefon raqamlarimiz 90lik 545 8801. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha sog' bo'linglar.